Assalomu alaykum, hurmatli deb gapirsak ham bo'ladi, aka. Endi birinchi murojaatimiz bu odamga. Hurmatli Shuhrat To'rayevich. Olmaliq tog' metallurgiya kombinati texnika xavfsizligi, harakat xavfsizligiga siz javob berasiz deb eshitdik biz. Xo'p. UTT tizimida nechta odam o'lsa, keyin siz harakatni boshlaysiz? Sizga birinchi savolim shu. Nechta odam o'lishi kerak siz bu tizimni tartibga qo'yishingiz uchun? Tartibdan chiqib ketganini men sizga fakti bilan beraman. Hozir mayda videorolikda tepasida faktlar bilan qo'ysam, emishki Olmaliq tog' metallurgiya kombinatining obro'si tushib ketar ekan. Sizlar qilayotgan ishlar, sizni qo'l ostingizdagi bir yasama rahbarlar qilgan ishlar u kombinat obro'sini tushirmas ekanda bo'layotgan ishlarga. Bizni murojaat qilib chiqqanimiz kombinat obro'sini tushirar ekanmish. Men sizga faktlarni bersam, shuni birgalashib qilsak yoki bo'lmasa ijtimoiy tarmoqqa chiqaramiz. Agar bo'lmaydigan bo'lsa, davlat rahbariga chiqaramiz. Bu hech kimni tomorqasi emas, u xohlagan ishini qiladigan, to'g'rimi? Shuning uchun Shuhrat To'rayev sizga qanday murojaat qilish yo'lini ham bilmayapman. Hozir xat bilan chiqadigan bo'lsa, vaqt o'tib ketib qoladi. Shuning uchun 24:07 telefonimni yozib qoldiraman. O'zingizga qulay bo'lgan vaqtda, kechasi, kunduzi, sutkaning xohlagan vaqtida chaqiring, men siz oldingizga yetib boraman. Rahmat.